Yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ko'nglingiz? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men o'zimning hisobotimni ochdim. Sizlarga ko'rsatmayli uzun bo'pti-ku. Shu sizlarga bir ko'z tutay deb. Jiq o'zgarishlar bo'ldi. Hozirgi jiq pay setib oldim. Lekin qurilmam yana meni o'ylig'imdek undan mukammal emas. Yana shu taraf qarab asosda sal vaqt ketidan o'xshaydi. Masalan degan balkim rasmiy ko'nglimgidek qilish uchun bir yil vaqt ketishi mumkin. Ba'zan paylar vaqtidek tushpaymi deymi o'zim yaxshi ko'rgan olmoqchi bo'lgan paylar shunga ular tushib asosda qurilmamni kuchli qilg'icha sal vaqt ketadi. Shu hozirmi qurilmam sal qalaymiqan o'zimni ko'nglimdagidek emas. Shunday bo'lsa sizlarga bir ko'rsatib qo'yay nima ishlar yuz berdi. Hozir bu nima qurilmam sal paylar bekchiq. Hozir tapavat $1000 atrofida tushib eng jiq tushgan vaqtda $3000 ziyon tortgan. Eng jiq $5000 ham bormidi. $3000 qaytib keldi. Sal yerlarni o'zim vaqtida kontrol qilib o'zimning ko'nglimdek paylarni olamag'achqa ba'zan qalaymiqan paylarni ilib setib qildim. Shuningda sal kontrol qilib oldim. Andan keyin bir 40 dek naq pul batdi. Hozir 17 18 ya'ni qurilmamniki 17% dek naq pul bor. Yana shunda yaxshi. Chunki yana ba'zan paylarimni setitma bir necha oyda qisqa vaqtlar emas. Balkim 1-2 qo'lasida. Ba'zan paylarni olib burun setib oldim, sal kontrol qilay deb. Birdan keldi. Başta Square men o'zim bek kamroq. Square'ni tushib olganda asosda idiverdim. Hozir $300 ziyonga. Chunki eng yuqori vaqtida $247 dan olib ekanman. $198gacha azozdan ilib. Endi menimcha hozircha qisqa vaqtning ichida buni jiqlatmayman. Ve 30 dollarlik Square ekan. Realty Income qurilmamniki xatirini sal yapadi. Sizlarga tunishtirgan bu o'yiniki paychiki shunday yaxshi. Yana uzun mezgilga saqlayman. Qurilmamni tanlash uchun xatirini. Eng ziyon tortgan Telodokniki videosini ayrim ishlagan. Bunidan men jiqlatmadim, ham ozlatmadim. Saqlayapman. Menimcha yilning oxiri yaponcha kelar yillardan $300 chiqishi mumkin. Hozirgi bahosi $144. Men o'rtaq bahosi bilan $187 dan oldim. 23% tushdi, $1700 ziyon. JP Morgan menimcha yaxshi olgan paychikim shu. Bularning hammasi ong ozi 4-6% dan payda. Qanchani 23 dollardek oldim. O'rtacha $150 dan setyaptim. Hozir $160 bu. $161 hozir. Microsoft buni vaqtida oldim. Microsoftniki bulut tarafda kuchi shunday jiq. Buni lekin jiq olmadim. Aram $5000 qoldim. Agar Facebook la bo'lgan bo'lsa balki $10000 qildim. Shopify bu bek tushib ham ishtikorlab qaytib keldi. Bularning hozir 4 bor. Eng bir tanlamagan. Kelgusi yaxshi xabarlar chiqyapti deb men jiqroq qilib oldim. Google'ning bahosi bek o'rlab oldi. Yaqinda ham shunday ishtikorlar ketdi. Hozir $2400. Balkim shu 6-oyda ham $2500 chiqish mumkin. Buni jiqilday deb jiqiltanmadim. Shu meniki bir jiqiltanmayotgan paychikimning birisi. Spotify o'tirliqda bek tushibga olgandim. Keyin yana bekrak tushib ketdi. Lekin Spotify'ni bilganlar bek yaxshi paychak bu. Kelgusim shunday yaxshi ham xabar, podcast, ham butun shu muzikalarniki butun dunyodagi muzik sohasini bek monopol qilib oldi. Kelgusi yaxshi. Yaqinda tushib ketgan maqsad nima sababi? Shu bu azaldan naqshni anglag'uvchilarga bekorlik a'zolarga bekorlik sunayotgan naqshi shuning sohasida hozir yaqinda pul olamiz degan xabarni chiqarib sal tushib ketdi. Palantir amallar qilsa men bek amroq. Palantirdan men hozir $200 app oldim, bu deyman. $200 app oldim. Nereden köye oldu?
201 tal mana 201 tal app buldum. Ba'zilari ziyon, ba'zilari payda, lekin menga hozir 10 dollar payda bo'libdi hamma qurilmamda. Buni men 10 yildek saqlamoqchi. Bak yaxshi paychak, kompyuter soatidagi to'xtamlari yaxshi. Meni eng xush qilgani Tattoo Chef eng ostida olgan paychak vaqtimda 15 dollar, 17 dollar, 15 dollardan hozirgacha 36% o'sdi. 2 haftaning ichida. Menga 500 dollar payda qildi. O'rtacha 14%, o'rtacha 18 dollarni oldim. Tattoo Chefni 200 ni oldim. 3700 dollar xarjlab ekanman. Hozir 4200 dollar bo'lib ustiga chiqyapti do'stlar. Tesla sal tushib chiqishi bor buniki. Hozircha 7 ni oldim. 4 1, 3 1. 700 dollardan 3 ni oldim. 600 dollarda 4 ni. 500 dollar tushsa 10 qo'yitma deb nima 500, Antoine 560 dollar tushdi deyman. Hozir bir narsa deyilmaydi, ya tushdi ya chiqdi. Chunki hozir jamiyatda shunday gaplar bor. Masalan, yog'och xanim uzildi deydi. Yoki Michael Berry tushdi deb short qildi. Mustaqillar bor. Zillow o'yiniki yangi paychak, buniki chiqish tushishi shunchalik yuqori ekan. Lekin eng yuqori vaqtidan 50% tushdi. Shunga yana qo'shib ozroq app qo'ydim. Bu meniki bir setadigan paychakimning birisi. Chunki menda OVA shunga yangi taraqqiy qilayotganligi yaxshi paychak. Chunki men o'zimni qurilmamni sal kontrol qilish uchun setib o'tmoqchi. Foizami shu o'g'ga o'xshash qurilmamni sal yaxshi kontrol qilib bergan bakchiq bo'lib turib o'tmagan bir paychakim. Kelgusi demo cho'ng o'rlaydi deydigan gaplar bor. Facebook hozir faqat 3100 dollarlik baki, lekin 10,000 dollarlik qilmoqchi. Shunchalik kelgusi bor har taraflardan. Men sizlarga jiq tapadim. Mayli shu sotsial media yoki bo'lmasa o'yan yoki bo'lmasa tanga degandek sohalarda hammalarda bor. Mark Zuckerberg o'zi shunda aqlliq. O'ttiloqda men kuchli paychaklarni topolmay Marveldan app qo'ygan. Men 5% kirim qildi. Balkim 50 dollarlar chiqqan vaqtida yoki 55 dollarga balkim saqlab bo'lsam bo'lmasligi mumkin. Pulni ishlatadigan ishim chiqib qolsam, o'sha paytasiga setayman. Twitter tushganda 80 dollardan lekin oldim. O'rtalikda Facebookni ololmay olgan. Hozir bunida 50 dollar ekan. 69 dollarni oldim, 56, 52. Antoine 50 dollarlarga tushdi deyman. 40 ni ko'midi ish qilib. Keyinda jiqlatganimning maqsadimi, asli jiqlatmaydim. Azizdan jiqlatdim. Shu ma beshida beklam chiqib ketgachga sal tanishib olay. Foizi deb o'rtalikda masalan agar men 69 dollardan olgan bo'lsam, buni 60 dollargacha qaytib kelishini saqlashimga xili vaqt ketadi. Shundan bilan keyinda yana ozroq qo'shib olgandim. Bu 60 dollarniki butun qurilmamdagi o'rtacha bahsi hozir 59 dollar bo'ldi. Shu 59 dollarga qaytib kelishi unchalik tez emas. Bu 80-90 balkim 100 dollarga chiqishi mumkin. Agar men Facebookni oldigan fursat topamsam, davomli saqlayverman. Men Twitter'ni ishga qaytib kelgan bir paychak. Lekin men balkim uzun saqlamasligim mumkin. Dropbox'ni uzun vaqt saqlayman. Hozircha chiqib yangi paychaklarning ichidagi bunda ishtik o'rlamagan, ishtik tushmagan bir paychak. Davolg'usi bakmi cho'ng bo'lmadi, o'ylaganimdek. Agar davomli bunda bo'laversa, balkim buniki yaxshi xabarlarni after beqib zodin nemish bo'ldi deb yozib o'tishim mumkin. Agar yaxshi xabarlar bo'lib qolsa, balkim yana qo'shib ilishim mumkin. Buni uzun yil saqlasangiz shunda yaxshi paychak. Lekin bundan boshqa sahalarda yaxshi paychaklar yo'q hozir. Men bu qurilmamni sal tanishib olish uchun setib o'tishga o'ylashim mumkin yoki o'ylanmasligim mumkin. Buni sal ishkilyaptim hozir. Keyin Barrick Gold oldim. Men boshda shu coinlarni hamsi uchib ketgan vaqtida oltin o'rlashga boshlagan. Endi oltinniki vaqti keldi, deymizmi? Cho'qim bir
kelajı yillargacha $2500 o'lishi mumkin deb qarayapman. Şu bilan oltinninki o'zini olgan. Men yerga ko'rsatib beray. Oltinninkini o'zini eToro'da olsangiz, men boshqa sahifalarda oltinni to'g'ri oldigan sahifalarni topamadim. Lekin leverage-ni siz bir qilib, lekin bir qilib avatsangizmi, hozir chataq yeri nima desangiz, men ostga qarasangiz, har kuniga 0.77 sent pul oldik. Andan keyin haftaning oxiri $2.32 pul oldik. Men buni uzun yil saqlasam, bu menga ancha to'g'ri bo'lmaydi ekan. Shuning bilan goldni azroq elib, yana azroq $20 foydasiga setyaptim. Mana goldni 3 tal elib, $14 foydasiga setyapman. Andan keyin men bo'ldim gold nima oltin kanniki pachkan olay deb Barrick Gold oldim. Qanday bo'ldi men uqmayman, chunki Warren Buffett mumishni olgan. Hozir $2000 oldim. Agar kelgusi o'sib qolsa deb. Buni o'sish uchunda asta bir pay. Lekin qanday bo'ldi uqmayman. Uzun yillik qarsak, masalan, $19 2014 ga mana 15 16 $20, keyin tushib 17 18 19 20 Müslüman mağdan var payçakka başka 2021 ang yuqori $29 chiqibdi ekan. Buni men qarab boqaman. Oltinniki ahvoliga. Agar pul ishlatmasam, davomli turaverdi. Qurilmamni sal tanishish uchun. Kose Gaming ba'zan qarindoshlar so'rabdi, qanday bo'ldi deb. Men hozir sal ziyon bu. Buni jihlatmadim. 7%, 3-6%, $33, $32. Ben tuvan $30 uçtu deyman. 29-20'larni ko'rdim, ko'mdim. Lekin men buni $50 atrofida setib o'tmoqchi. Shu ikki fasl, ikki xulosagacha qarab, lekin uzun yil saqlasangizmi yaxshi paychak. Agar u yonniki boshqa paychaklari bormi desangiz, Unity bor, Roblox bor. Andan keyin Facebook shunday yaxshi, u yonniki sohasini ichida. Mavu endi qattiq detal, qog'ozlarniki yumshoq detal o'xshamaydi. Bu butun kompyuter ishlatilgan sohalarniki hamsi memo CPU-da bor, Corsair'niki CPU'si. Shunaqa uzun yil saqlasangiz yaxshi paychak. Yani qolgan coinlarni oldim hozir. Azroqlam oldim. Masalan, Ethereum'dan $1500 qopdim men. $100-100 payda 7%. Anki Mao Nano Dimension degan bu bir paychak. Buni bir ayrim video qilib bir yaxshi tonishtiraman. Bu 3D printing, 3D copy qilgan mandaq sohadagi kelgusi shunda yaxshi soha, kelgusi cho'qim jihatlarda ishlatiladi. Hozir yaxshi ko'tarilmayotdi. Bu eng yuqori $90 chiqqan. Hozir $6.20 atrofida. Shu 100 ni bıraklamayaptim. Agar bu sohaga ishlansangiz ve 1000 ni 2000 ni olib qo'ysangiz bo'ldi. Bahsi shunda muvofiq hozir. Bu paychakmi $90 oldingi yillar tushib 50 sent tushib qolgan, $20 tushib qolgan. Lekin keyinda yana mana 1000% 10 nesrek o'rlab, hozir 10 nechasi o'rlab $6 chiqdi. Ki Bitcoin azroq qildim, $70 payda, $500 ham oldim. Ki Dogecoin'dan $600, lekin 33% tushib ketdi. Mana $200 tek ziyon qildi. Qani, qanday bo'ldi? Bulardan ham balkim yana Bitcoin'da $500, $1000 qildim. Doge'ni balkim $1000 qildim ki Cardano olmoqchi. Shundaroq bo'lsam, Ethereum $1500. Sal mala qaraganda jiqroq, o'zimning ko'nglimdagidek. Shu hozirgi meniki nimamning ahvoli. Qolgan yerlarni men kilaqdim, yana ayrim tushuntirib beray. Bugun mishakchi olsun. Kelasi sonda ko'rishaylik. Allohga emanet.